Hozir O'zbekistonda 600 dan ortiq O'zbek Koreya korxonalari bor va ularning soni yil sayin oshib boryapti. Janubiy Koreya kompaniyalari yirik loyihalarda ishtirok etyapti. Toshkent aeroporti qurilishi, temir yo'l yo'laklari, infratuzilma va logistika. Bu oddiy ofislar emas. Koreys tibbiyotida aqlli zavodlar, IT kompaniyalar zamonaviy ishlab chiqarish yo'lga qo'yishyapti. Koreys brendlari iqtisodga ta'sir qilyapti. Samsung, LG, Hyundai ular faqat mahsulot sotmay, zavod ochadi, ish o'rinlari yaratadi, mutaxassislarni o'qitadi. Hamkorlik doirasida 14 milliard dollardan ortiq investitsiya allaqachon amalga oshirilyapti. Koreya iqtisodiyoti ta'minot zanjirlari va texnologiyaga bog'liq. Elektronika, transport, IT, infratuzilma. O'zbekiston Koreya uchun oddiy bozor emas, u o'sish uchun hamkor. Texnologiya, xizmatlar, zavodlar, eksport. Shuning uchun bu oddiy xorijiy kompaniyalar emas, bu O'zbekiston iqtisodiyotining kelajagiga qo'shayotgan ulush. Sizlar O'zbekistonda ishlayotgan qaysi brendlarni bilasizlar? Bilgan brendlaringizni pastga yozib qoldiringlar.